Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Shunaqa ser-suv joylarda 16 sotixlik uy qidirganlar uchun bugun zo'r uy ko'rsataman, xudo xolasa. Kanalimga obuna bo'lib kuzatib borishni davom etinglar. Shunaqa zo'r uylarni kanalga qo'yib boraman. Mana o'rtoqlar, shunaqa go'zal joyimizdan shunaqa fayzli uy sotilyapti, xudo xolasa. Shu uyimiz boshlanishi, oq devorli boshlanishidan to shu devorimizni tugashigacha 32 metrga, eni ichkarisiga 50 metr ketgan. 15 sotixlik uyimiz. Mana shu chiroyli darvozadan kirib kelganda chap qo'lda katta garaj qismi 9 ga 7. Xohlasangiz ishlab chiqarish uchun joy qilsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz garaj sifatida ishlatsangiz ham zo'r. Keyingi mana akvadan kirganimizda ichkarida 4 ta yotoqxona, keyingi xonamiz oshxona va dushovoy xonalarimiz, hamma sharoitlari zo'r. Hovlimiz juda ham tekis. Mana o'rtoqlar, uyimizda gaz, svet, suv hech narsadan muammo yo'q. Suvlarni oqishlarini bitta o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Ha o'rtoqlar. Suv oquvlari juda ham zo'r. Endi xonalarni ko'rsatishda davom etaman. Mana o'rtoqlar, koridor qismimiz. Uni yonida mana 3 ga 4 bo'lgan yotoqxonamiz. Uni yonida mana 6 ga 4 bo'lgan ayvon xona qismimiz. Mana o'rtoqlar, bu yoq zal. 6 ga 4. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Bu xonamiz 5 ga 6. Uy egalari bu yerda shaxsiy buyumlarni saqlaganligi sababli yo'g'ini ko'rsata olmayman. Uy sharoitida yashashga tayyor holatda. Bu yoqda oshxona qismimiz. Bu yoqda yana bitta oshxona uchun ovqatlanadigan joy qilib qo'ysa bo'ladigan bitta xonamiz bor. Bu yoqda oshxona qismimiz. Suvlarni oqirib qo'yishgan. Naforlarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Sovuq suv. Mana o'rtoqlar, issiq suv. Naforlari zo'r holatda. Mana o'rtoqlar, bu yoqda aristonxona, qo'l yuvadigan joyimiz. Mana cho'milishga sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana o'rtoqlar, hovlimiz. Bu yoqda yana ikkita vremenkasi bor. Uni xohlagan narsalar qurib ishlatishingiz mumkin. Hovlimiz orqa tomonida yerimiz kattaligini, tekisligini ko'ringlar qanaqa. Mana o'rtoqlar, uyimiz bu tomondan ko'rinishi. Atrofiga setka tortilgan aylanasiga. Mana o'rtoqlar, uyimiz bu tomondan ko'rinishi. Darvoza qismi uyimiz. O'nqadan oxirini qanaqa uzoqdaligini. Hovlimiz juda katta. Mana o'rtoqlar, uyimiz bu tomondan ko'rinishi. Ushbu xonadonimiz mahalliy joyda joylashgan, atrofida maktab, bog'chalar yaqin. Uy egalari shu 15 sotixlik uyimizga 100 ming so'rashyapti. Uy egalariga aloqaga chiqib, yana narxlarni bemalol kelishib, narxlashib, xudo xolasa baraka qo'yaverasizlar.